Hammaga assalomu alaykum. O'tgan darsimizda biz ma'lumotlar turlari bilan tanishib chiqqandik. Endi ozgina ularga amaliyot qo'shamiz. Masalan, o'zgaruvchi hosil qilib ko'raman. Buning uchun birinchi turini belgilayman. Masalan, son kiritmoqchiman. Int yozaman oldiga va o'zgaruvchining nomini kiritaman. Yosh deyman va 20 yozaman. Endi tug'ilgan yilga boshqa o'zgaruvchi hosil qilib olamiz. Uni ham tipi int bo'ladi, butun son. Va tug'ilgan yil deb yozaman. Probel bilan yozganim uchun xato chiqaryapti. Chunki mumkin emas. Shunaqa holatda agar o'zgaruvchimiz bir necha so'zdan iborat bo'lsa, birinchi harfi kichkinadan, qolgan so'zlar katta harfdan yoziladi. Buni camel case deyiladi. O'zgaruvchilar uchun shundan foydalaniladi. Xo'p, o'zgaruvchimizga nom berib oldik. Endi uni joriy 2025-yildan ayirib chiqarishda tayinlaymiz. Ya'ni shu qiymat tayinlanadi. 2025 minus yosh deb yozamiz. Va buni ekranga chiqaramiz. Keyin ishga tushiramiz tepadagi knopka bilan. Va mana ekranda biz tayinlangan tug'ilgan yil hisoblanib ko'rsatilyapti. Integerda maksimal qiymatini chiqarib ko'ramiz ekranga. Buning uchun console writeline ichiga int deb yozsak, bir necha turlarni ko'rsatadi. Bu yerda int 32 yoki int deb yozsa ham bo'laveradi. Ikkosi bir xil. Ikkosi ham sistema int 32 qisqa yozuv hisoblanadi. Ishga tushirib ko'ramiz va bir xil natija olamiz. Yopamiz. Endi minimum value ni ham chiqarsak bo'ladi. Minimal chegarasini. Buning uchun min value ni o'zgartirsak, undan ham bir xil natija olamiz. Konsolda yopamiz. Endi shu int tipini chegarasidan ko'proq natija berib ko'ramiz. Masalan, int va son deb yozib 5 dan keyin 8 ta 0 kirityapman. Hozircha bu chegaradaligi uchun indamayapti. 8 ta emas, 7 ta yozibman. 8 ta va 9-sini qo'shsam, u bizga xato bo'lganligini chiqaradi. Ya'ni intni long qila olmayapman deydi. Biz unga yordam beramiz va intni longga o'zgartirib qo'yamiz. Ana endi hammasi joyida deyapti. Xatolar ketdi. Buni ham ekranga chiqarib ko'rsak bo'ladi. Bir yo'li longda maksimum va minimum valyularni ko'rib olsak bo'ladi ekranda. Max value va min value deb yozamiz longga va ekranga chiqaramiz. Ishga tushirganimizda juda katta sonlarni ko'rsatadi. Endi haqiqiy sonlarni ko'rsak, masalan int tipini yozib turib, butun sonlar tipini yozib, unga baho o'zgaruvchining nomini berib 4.5 deb yozsam, u yana xato ko'rsatadi. Bu butun son emas, men o'tkaza olmayapman deydi. Va biz unga yordam berib double deb yozsak, rahmat deb xatoni olib tashlaydi. Double bu C# asosiy, oldin aytgandek, asosiy standart, ya'ni by default nuqtali sonlar uchun, kasrli sonlar uchun double belgilangan. Shuning uchun agar masalan var deb yozganimizda ham o'zi double ga aylantirib olardi. Floatdan foydalanish uchun float tipini e'lon qilib, unga baho 2 deb nom beryapman va agar masalan 4 desam, bu double deydi. Double'ni floatga o'tkaza olmayapman deydi. Men float xohlayapman va unga agar float kerak bo'lsa, f literalni qo'shib qo'y deyapti. Oxirgi haqiqiy sonimiz bu decimal. Leksiyada o'tganmiz. Buni asosan moliyaviy hisob-kitoblar uchun ishlatishadi. Aniqligi juda yuqori bo'lgani uchun uni e'lon qilish uchun decimal deb yozib, o'zgaruvchi nomini beryapman va haqiqiy son kirityapman va oxirida m literalni qo'shyapman. Endi bu sondan chegirma hisoblab ko'ramiz va uni ekranga chiqarib ko'ramiz. Unga 0.11 va m literalni yozaman va oxiri yakuniy narxni hisoblab chiqaraman. Unga ham decimal tipini beraman, yakuniy narx o'zgaruvchisini yozaman. Mahsulot narxini 1 dan chegirma ayrilganiga ko'paytirib qo'yaman. Va yakuniy narxni ekranga chiqaraman. Ishga tushirsam, bizga yakuniy narxni hisoblab beradi. 17.800 10.078.32 ni hisoblab berdi.
decimalda ham maksimal va minimal qiymatlarni chiqarib ko'rishimiz mumkin ekranga. Konsol variantlarning ichiga max value bilan min value yozaman va ishga tushiraman. Turganlaringdek o'ta katta sonlarni chiqardi. Slaydimizda aniq sonlardan keyin mantiqiy tiplarni ko'rib chiqqandik. Mantiqiy tiplar asosan shartlar bilan ishlatiladi. Shart operatorlari bilan sikllarda ham ishlatiladi. While sikli bilan biz shart operatori bilan ishlatib ko'ramiz va kirish tugmasini statusini imitatsiya qilib ko'ramiz. isLocket in degan o'zgaruvchi yaratib olaman. Uni tipi bool bo'ladi. Qiymati false bo'ladi. Va ekranga uni statusini chiqaraman. Kiritish tugmasini qiymati deb. isLocketda figurali qavsga olib qo'yaman. Keyingi qatordan kirish tugmasi bosildi degan yozuv chiqaraman va isLocketda qiymatini true'ga o'zgartirib qo'yaman. Endi shart operatorini yozaman. If va qavsning ichiga isLocket in deb yozaman. Figurali qavsning ichiga console writeline xush kelibsiz deb yozaman. Bu degani agar isLocket in true bo'lsa, shu xush kelibsiz degan yozuvni chiqar degan ma'noni bildiradi. Ishga tushirib ko'raman. Mana biz yozgan yozuvlar chiqyapti. Kirish tugmasi bosildidan keyin xush kelibsiz degan yozuv chiqib turibdi. Endi isLocket in'ni true qilgan joyimizni kommentariyaga olib qo'yaman va yana ishga tushirib ko'raman. Mana e'tibor bergan bo'lsalar ham xush kelibsiz yozuvi yo'q. Chunki bizda isLocket false bo'lib qoldi, ya'ni yolg'on. Bu shart bajarilmayapti, shuning uchun xush kelibsiz teksti chiqmayapti. Endi ozgina char tiplari va maxsus simbollarni ko'rib chiqsak, char tiplari oldin aytganimizdek bittali qavs bilan beriladi qiymati. Agar ikkitali qavs ishlatib qo'ysak, char tipiga u xato chiqaradi. Bu string men charga o'tkaza olmayapman deydi. Mana digitda shuna bo'ldi. Men ikkitali qavs kiritdim va u xato chiqardi. Charga har qanday simbolni ishlatsak bo'ladi. Harf, son yoki masalan dollarni ishlatyapman mana simbolda. Bularni ekranga chiqarib ko'ryapman. Maxsus simbollarni ham ishlatsak bo'ladi charda. Buning uchun teskari slash bilan masalan in yozsak, yangi qator qilib beradi bizga. Mana e'tibor beringlar, char tipiga yangi qator yozib, ikkitali qo'shtirnoq yozsam, yana xato chiqaryapti. Bittali qo'shtirnoq ishlatishim kerak. Unga o'zgartirib qo'ysam, xato ketyapti. Hozir buning natijasini ko'ramiz, qanday chiqaradi. Tabga t ishlatiladi. Teskari slash bilan. Slashni o'zini ekranga chiqarish uchun двойной slash ishlatiladi. Ikkitali slash ishlatiladi. Va ekranga tekst chiqarib ko'raman. Odatdagidek console writeline deb yozib, parametriga dollar bilan yangi qator deb yozaman va figurali qavsning ichiga yangi qator o'zgaruvchisini yozaman. Tab deb yozib, yana figurali qavsning ichiga tab deb yozaman. Tab o'zgaruvchisi. Keyin slash deb yozib, slash o'zgaruvchisini yozaman. Ishga tushirib ko'raman. Mana ko'rib turibsizlar. Yangi qator so'zlardan keyin bizda vergul bilan yangi qatorda boshlanishi bo'lyapti. Verguldan keyin tab yozilyapti va orada joy qolib vergul yozilyapti. Slashga bitta slash chiqyapti. Ya'ni shu simbollarni ekranda aks ettiryapti. Endi boshqa tushunarliroq tekst yozib ko'ramiz. Console writeline ichiga dollar bilan bu yerda qandaydir tekst va figurali qavs ichiga yangi qator o'zgaruvchini yozamiz. Keyingi qator
figurali qog'oz ochamiz va unga yangi qator o'zgaruvchisini yozamiz va tab o'zgaruvchisini ham yozib qo'yamiz. Ya'ni yangi qatordan tab tashlab ketadi, abzats tashlab ketadi va bunga bu yangi abzats tekstini yozib qo'yamiz. Ishga tushirib ko'ramiz. Mana ko'rib turganlaringdek, keyingi qator teksti yangi qatordan boshlanyapti. Bu yangi abzats teksti keyingi qatordan va orada abzats tashlab ketilgan holda chiqyapti. Yana sinab ko'rishimiz mumkin. Masalan, tab o'zgaruvchisini olib tashlab chiqarib ko'rishimiz mumkin. Yoki yangi qator o'zgaruvchisini olib tashlab chiqarishimiz mumkin. Mana bitta qatorda, lekin tab bilan chiqyapti. Ma'lumotlar turlari haqida qisqacha darsimiz shu haqida edi. Xo'p, endi vazifalar bor. Bularni tavsiya etaman bajarishga. Oson, qiyin emas. Birinchisi byte, s-byte, short tiplarni minimal va maksimal qiymatini chiqarish kerak. Xuddi biz int bilan longga chiqargandek. Float my float ni konsolga chiqarish kerak qiymati bilan. Va uchinchisi quyidagi tekstni konsolga chiqarish kerak. Ya'ni yangi qatorlar tashlab, abzatslar tashlab, shu tekstni ekranga chiqarish kerak bo'ladi. Bu vazifalarning javobini ham videosi bo'ladi, lekin uni javobdan oldin ko'rishni tavsiya etmayman, balki oxirida solishtirish uchun ko'rsalar ham bo'ladi. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.